Bizning kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Superligasining 23 tur o'yinlari qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Turnir jadvalini va chempionat to'purarlari ro'yxatini eslab o'tamiz. Qani, birga ko'raylik. Yangilangan jadvalni ko'rsatishdan oldin videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yangi videolar chiqqanda darhol xabar olish uchun qo'ng'iroqchani bosing. Chempionat to'purarlari Paxtakor futbolchisi Igor Sergeyev va Sogdiona futbolchisi Doriyev Lyubcho ikkalasi ham 13 izohlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilayotganingizni yozib qoldiring. Bu videoni har doim hafta oxirida qaysi jamoalar o'ynashini bilmaydigan va keyin natijalarini so'rab yuradigan do'stingiz bilan bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni va boshqa videolarimizni tomosha qilishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha